Kimdir bozorlik qilib adamiz go'sht olib kelsalar, sergo'sht qilib manpar qilaman deb tilimga tugib qo'ygandim. Mana bugungi nasib qilgan ekan. Go'shtlarni suyagidan ajratib, suyaklarini suvga solib qaynatib qo'yamiz. Qolgan yog'liroq tomoni go'shtni maydaroq qilib to'g'rab olib qo'yamiz. Objarkasiga qaynatmasini alohida va objarkasini alohida qilib qovurib, sekin birin-ketin boshqa masalliqlarni ham mayda shaklda to'g'rab chiqamiz. Alohida qozonimizga yog'liroq qilib, birinma-ketin qovurib chiqamiz. Bu yerda esa qaynab chiqqan suyaklardan ko'piklarni sekin ajratib olamiz. Qaynab turgan sho'rvamizni toza tiniq holatga keltirib, tuz va ziravorlardan qo'shib yoramiz. Objarkasiga esa tomat bilan alohida piyozni go'shtlarni qovurib olib, keyin qolgan masalliqlarni qo'shib aralashtirib qovurib olamiz. Yaxshilab qovuramiz, eziladigan holatga keltirib, chunki undan shira maza chiqib, mazali sho'rvaga aralashtirib olsak, yana ham mazali bo'ladi. Ana endi galimiz manparni xamiriga xamirlarni qattiq qilib, tuxum va tuzli suvlar bilan qorib olamiz. Kichkinagina bir zuvalacha yetadi bizga. Xamirimiz qattiq bo'lgani sababli yaxshilab qorishimiz kerak. Tingandan keyin mana bunday uzun-uzun qilib cho'zib qo'yamiz. Sho'rvasidagi suyakli go'shtlarimiz pishgani uchun sho'rvasidan alohida qilib olib qo'yamiz. Manpar ovqatimizning birdan-bir qoidasi shuki, qaynab turgan sho'rvaga tik holatda xamirlarni bitta-bitta uzib solib chiqamiz. Keyin alohida cho'zib qo'ygan xamirlarimni sho'rvaga solib pishirib olamiz. Tayyor mazali sho'rvada xamirimiz boshqacha mazali bo'lib chiqadi. Mana qozonimiz ham qaynab, xamirlari pishib, alohida laganga solamiz. Sho'rvamizni yog'laridan sidirib olib, xamir ustiga quyib chiqamiz. Boyagi go'shtlarni suyagidan ajratib, to'g'rab xamir ustiga qo'yib chiqamiz va zelenlar, piyozlarni ham ustiga sepib, manpar sho'rvalaridan quyib olamiz. Ana endi bizga va sizga yoqimli ishtaha. Videoim sizga manzur bo'lgan bo'lsa, o'zingizga kerakli foyda olayotgan bo'lsangiz, like va podpiska tashlab qo'ying. Men bilan birgalikda kuzatishda davom eting va videolarim o'zingizga saqlanib qilib qo'ying.